Bilasizmi? Bir taniqli firibgar shunday degan ekan: "Men 10 soniyada odamlarni alday olaman." Uni qanday bajaraman deb o'ylaysizmi? Men ularning his-tuyg'ulariga ta'sir o'tkazishga erishaman va 10 soniyada ularni chuv tushirib ketaman degan ekan. Ishqilib umrlari uzoq bo'lsin, salomat bo'lsinlar. Qan, non botirib, non. Assalomu alaykum. Sezib turganingizdek, bugun siz bilan firibgarlar fuqarolarni aldash uchun ularning hissiyotlariga ta'sir qiluvchi 6 usuldan biri haqida gaplashamiz. Bu usulning nomi esa qo'rquv. Abdullajon, shakarsan, shakar. Hammamiz nimadandir qo'rqamiz. Ba'zi qo'rquvlar aniq va tushunarli. Yaqinlarni yo'qotish yoki qimmatli narsalar, misol tariqasida uy, pul, mashina va hokazolarni yo'qotish. Ushbu qo'rquvlar firibgarlik sxemalarida faol foydalaniladi. Shuningdek, yashirin qo'rquvlar ham mavjud. Firibgarlar bu qo'rquvlar haqida bilib olishlari mumkin. Agar odamlar ularni ijtimoiy tarmoqlarda, messenjerlarda yoki bo'lmasa boshqa resurslar orqali oshkor qilib qo'ysalar. Mahallada duv gap bo'lsin deyman. Firibgarlarning qo'rqitish usullariga misollar. Sizning nomingizga onlayn kredit rasmiylashtirilgan. Bundan sizning xabaringiz bormi? Sizning bank kartangizga kiberhujum bo'lmoqda. Zudlik bilan sizga borgan SMS xabarnomadagi parolingizni bizga ayting. Assalomu alaykum. Biz ichki ishlardanmiz. Sizning katta miqdorda qarzingiz bor ekan. Xayrli kech. Men majburiy ijro bo'limidanman. Sizning uyingiz MIP nomiga o'tdi. Siz bilan ko'rishib gaplashsak bo'ladimi Telegramda? Yuqoridagi sanab o'tilganlar eng ommabop misollardir. Bundan tashqari, fuqarolarni qo'rqitish uchun ular bilan suhbat jarayonida firibgarlar o'zini davlat tashkilotida yuqori lavozimda ishlashini aytib, suhbat o'ta maxfiy, bundan hech kim, hatto ayolingiz ham xabardor bo'lmasligi kerak deb suhbatni norasmiy tarzda ijtimoiy tarmoqlarda davom qilishini aytadi. Men sizga video qo'ng'iroq qilaman deb soxta davlat xodimi bo'lib ko'rinadi. Doim esingizda saqlang, davlat xodimlari siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Telegramda video qo'ng'iroqda suhbat qilamiz deb undashmaydi. O'zingiz va pullaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.